Voy, ertalab tushib ketibdi-ku. Voy belam. Aytgancha men qilich kursiga ham borishim kerak edi. Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan qayderman. Bugungi videomizda biz qilich kursi haqida video olamiz. Xullas do'stlar, men qilich kursiga borishim kerak. Bu qilich kursiga borib ko'p narsalarni o'rgandim. Masalan, bu ana sirpanishlarni o'rgandim. Faqat sirpanishda desanglar noto'g'rilaysizlar. Boshqa narsalarni ham o'rgandim. Salom Bobur bobo. Qalaysan? Yaxshi yetib keldingmi? Ha. Men ham orzuim mana bunaqa kiyimlarni kiyib, mana bunaqa qiziqliklar bilan urishish. Lekin bu haqiqiy kiyim emas, bu shunchaki yasab qo'yilgan. Avval afsonalar bo'lardi. Buni menga buvim aytib berganda, xuddi shunaqa qizil kiyimli va qora kiyimli ikki do'st bo'lgan ekan, deydi. U ukkalasi o'ta kuchli bo'lgan. Ukkalasi dunyoni qutqarishgan ko'p marotaba. Xuddi shunday qilib ular dunyo qahramoni. Men ham o'shalarga o'xshash uchun bunday qilichbozlik kursiga boryapman. Qaranglar mana. Ancha narsani o'rgandim. Opa. Ana. Charchadim. Bu oson tuyulishi mumkin, lekin bu o'ta qiyin. Mana masalan, sirpanib kelib o'xshamay qoldi hozir. Mana sirpanib kelish urish, sirpanib kelib keyin ana bunday sirpanib sakrab urish. O'xshatolmayapman hozir. Opa. Opa. Bu yerda ko'proq mashq qilishim kerak, chunki men ham kelajakda qizil va qora ritsarmidi nomiga? Qahramonlar singari jang qilishim kerak. Opa. Quyosh ham tikkada o'ta jazirama. Ana. Hozir boplayman. Orqaroqqa turib olaman. O'xshamay qolib orqaroqqa turamiz. Bak. O'xshamadi, to'xtinglar. Ana. O'ta charchadim, dam olib olay. Bobur bobo o'tirgani mana bu yerga o'tirishlar qo'yib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Bobur bobo gapirmayapti, nimadir bo'lishi kerak bo'pti. Maytich o'tirishga charchadim. Endi dam olish uchun qilichin qo'yib qo'yib uyimga borib dam olib kelaman. Necha turib kelaman. Uyimga borib dam olib olay. Bu Bobur bobo aytishi bo'yicha men ham ashi qizil va qora ritsarlar kabi bo'lishim kerak ekan. Shuning uchun Bobur bobo shaxsan o'zi bu yerda qurdirib shu yerda meni shug'ullantiryapti. Bo'pti Bobur bobo, men uyda qornim ochib ketdi, narsa yeb kelishcha dam olib. Bo'pti, borib kelaver. Men o'ylayman, avval Bobur bobo qahramon bo'lmaganmikan deb o'ylayman, chunki birinchi bekagimda Bobur bobo o'ta kuchli edi, hozir qarib qoldi. 1 kilo go'sht oldim. Hammasini stek qilib yuboribman. Bo'pti. Bu go'shtdan ko'ra pishirilgan kartoshkalar yaxshiroq. Qonim to'ydi, rosa shirin kartoshka ekan. Bo'ldi, endi mashq qilish kerak. Bunaqa o'tirishdan foyda yo'q. Hozir mahallani bir aylanib chiqaylik-chi. Bugun hech kim yo'q, nimagadir tushunmayapman.
Nimagadir hech kim yo'q. Tushunmayman-da, Bobur bobo nimaga aynan meni tanlagan? Ha, bo'pti. Bu qatdan tushyapti bu suv. Xonada cho'milib chiqib qoldim, lekin qayerdan tushganini tushunmadim. Bobur bobo, men keldim. Aytganda qilichimni olmabman-ku. Hozir qilichimni olib olaman, keyin tushib jang qilsam ham bo'ladi. Charchadim sekinroq. Ana bu yerdagi sandiqmi? Bobur bobo, naraqasi sandiqni qo'yib qo'ydingizmi? Bobur bobo. Bobur bobo. Meni bezovta qilaverma. Nima haqida gapiryapsan? Bobur bobo qo'ymagan shekilli. Qani? Bir marta ochib ko'rsam hech nima qilmas. Qani ko'ramiz. Bu sandiq ichida. Yo'mayo. Bu afsonaviy ritsarlarni narsalar-ku. Bu yerda kitob bor ekan. Qani o'qiylik-chi, bu kitobda nima deb yozilgan ekan? Agar sen bu narsani o'qisang, bu narsalar senga. Nimaga aynan menga? Ha, Bobur bobo menga prank qilyapti shekilli. Senga dunyoni qutqarishing kerak. Men dunyoni qutqarishim kerak ekan. Bu prank shekilli, hozir Bobur bobo yoniga borib aytaman. Bobur bobo, nimasi menga prank qilib mana kitoblaringizni tashlab ketyapsan? Nimaga? Men qanaqa senga prank qilaman? Bor undan ko'ra. Qilish bilan shug'ullan. Buni Bobur bobo qilmagan bo'lsa, kim qilgan bo'lishi mumkin? Avval bunga ko'zim tushmagandi. Mayli, hech kimniki bo'lmasa, men olsam hech nima qilmas. Kitobda ham seniki deb yozilgandi. Men qora suyuqlikka tushunmadim, lekin afsonaviy bolta, afsonaviy qilichlarga tushundim. Hozir qora suyuqlik ajoyib narsaga o'xshayapti. Hozir buni nomini o'qish kerak. Venom. Nima bu, Venom? Adashmasam, afsonaviy qora ritsar ham nomi Venom edi. Bu Bobur bobo menga o'yin qilyapti shekilli hozir. Bobur boboga biz ham o'yin qilamiz. Yo'mayo, do'stlar, Bobur boboda o'ynamas ekan. Haqiqiy. Men qizil ritsarga aylandim, do'stlar. Uch. Voy, uch olaman. Bu nima? Bu qilich mana bulardagidek, lekin meniki haqiqiy. Qani bularning kuchi qanaqa ekan? Ana. Bularning kuchini bular yoqib tashlar ekan. Yaxshi, bu nima narsaga hech tushunmadim, qo'limda ko'rmayapti. Bu adashmasam, buni nomi Oyboltami diye. Mayli, avval buni ishlatib ko'ramiz. Bu qanday taqlar ekan? Bo'ldi. Nima? Yangi qobiliyat qo'shildimi menga? 3 tali tushunmayapman. Qani hozir bularda sinaymiz. Nima qildim hozir? Hozirda o'zida nima qildim? O'ta kuchli narsa qildim lekin. Demak, u bekardan bekar dunyoni qutqarishim kerak demagan. Hozir Bobur bobo bu narsalarni ko'rsa, aniq hayron qoladi. Bobur bobo demak bu hazil emas. Lekin men bir narsaga qiziqyapman. Nimaga? Bu narsalarni menga tashlab ketishgan kim? Mana bu Venom degan narsa nima? Do'stlar, qo'limda rosa katta turibdi. Agar sizlar Venom nimaligini bilsanglar, kommentga yozib yuboringlar. Bu Venom degan narsa. Hozir Bobur bobo buni ko'rsa, aniq shokka tushadi. Shuning uchun shunchaki yechib qo'yamiz. Qandaylar ko'rmayaptimi?
Yo'q, ko'rinmayapti ekan. Sekingina chiqib ketamiz. Bo'pti, Bobur bobo kechasi tushibdi, men ketyapman. Nima? Qoningdagi nima? Qornimda narsa bormi? Umi. Bo'pti, Bobur bobo ko'rishguncha. Voy, qornimdagi narsani yechish esimdan chiqibdi. Lekin u nimaligini bilmayman. Bo'pti, do'stlar. Bu lekin menga yoqmayapti, chunki bittalik qobiliyat ekan. Ko'rganki men ko'proq nima qildim? Bu yerga chiqish meni orzuyim. Eng kuchlilargina shu yerga chiqa oladi. Buni meni fikrimcha qoraligi uchun ishlatgim kelmayapti. Bu boshqasini ekan. Uzr, adashib ketdim. Ajoyib, bu yerda hech kim yo'q. Uyda ham arendasini to'lash kerak. Bo'pti do'stlar, ko'rishguncha bu qism shu joyda yakunlanadi. Ko'rganinglardek men bu robotga aylandim. Mayli do'stlar, ko'rishguncha xayr.